Assalomu alaykum hurmatli andijonliklar. Sizlarga ajoyib yangilik. Qo'qon universiteti Andijon filiali hamda Amerikaning Future Software kompaniyasining hamkorligi ostida bu yerda Andijon shahrida Baby City Hospitalida DMIT programmasi ishga tushdi. Ushbu programmada siz barmoq izlaringiz orqali barcha qobiliyatlaringiz va salohiyatingizni fosh qilishingiz mumkin. Ketdik, birgalikda ko'ramiz. Kuzatuvchilarga qiziq bo'lishi mumkin, aytib o'tib ketishimiz kerak. Dermatoglifika o'zi psixologiyada bor soha, 200 yillik tarixga ega. Qaysi sohaga layoqati, qobiliyati bo'lsa, aynan shu sohada davom ettirish imkoniyatini beradi. Ota-onaga ko'makchi sifatida yordam beradi deb o'ylayman. Mana hissiy koeffitsient, intellekt koeffitsiyenti, barqarorlik koeffitsiyenti va ijodkorlik koeffitsiyenti. Odamda shu narsalar bor. Eng yuqorisini olasiz. Demak, sizda ijodkorlik koeffitsiyenti yuqori. Sizda ham aynan eshitish orqali qabul qilish darajangiz yuqori ekan. O'qigandan ko'ra eshitsangiz yaxshiroq qabul qilar ekansiz. Demak, do'stlar, bu testimiz juda ham menga yoqdi, chunki ustoz meni tariximni bilmas edi. Ustoz meni musiqaga qiziqishim, barcha qobiliyatlarim va qiziqishlarimni to'g'ri topdi va to'g'ri maslahat berdi. Bu yerda ko'proq farzandlarimizni olib kelib tekshirtirib olsak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki farzandimiz balki musiqaga qiziqar, balki hisob-kitobga qiziqar, balki boshqa narsaga qiziqar. Farzandlarning qobiliyatini oldindan bilib, ularni boshqa tarafga majburlamasdan, aynan o'sha qobiliyatiga qarab oldindan yo'naltirishimiz osonroq bo'lar ekan. Hammangizni taklif qilamiz Baby City Hospitaliga kelib, Andijon shahriga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Haftaning har dushanbadan shanba kuniga qadar ertalab soat 8 dan 17:00 ga qadar ustozimiz sizlarning xizmatingizda bo'ladi. Barchangizni taklif qilamiz.